Jamol! Yo'q aka. Nima qilyapsan? Aka, men nima qildim? Tuzumsan? Ravshan, yaxshimisan? Ishxonaga kelib keta olaysanmi? Gap bor edi senda. Bo'ldi, hozir o'taman. Yurishlaring olamni buzadi. Qimmat kiyim, telefon, mashinalar. Bu hammasi xotinning puliga ekanda, ha? Boyvachcha. Tushunmadim. Tegib ketdimi o'g'il bola? Ukang keluvdi bugun. Menga qara. Nima o'zi meni bu do'konga olib kelding? Boshqa do'konlar ham bor edi. Bu parvozni aytsa, uyimizga nima kerak bo'lsa, hamma narsani shoddan topsak bo'ladi. Jarqo'rg'onda boshqa do'konlar ham bor edi. Nima aynan shu yerga kelding? Siz ko'p gapirmang, yuring. Termizdagi do'konimizda savdo qanaqa bo'pti? Nasiya savdoga urg'u beringlar, xo'pmi? Tushunmadim. Besot ukasimi? Mana bu qimmat ko'rinyapti. Mana shuni zalimizga olsak, buni spalnimizga olamiz. Jamunaqa qimmatini olishimiz shart emasdir. Arzonrog'ini olsak ham bo'ladi. Ko'p gapirmang, o'zim bilaman. Va mana bu idishlar ham chiroyli ekan. Bizga mana shu idishlarni ham qo'shib berasiz. Ugalok, konditsioner, televizor, xolodilniklarni hisoblab bering. Shuncha narsa qimmat bo'lib ketmadimi aka? Sizga nima farqi bor? Pulini meni uydagilarim to'layapti-ku. Siz mashinaga chiqib o'tiravering, hozir chiqaman sizdan. Ukam, sani ko'yningga qarab, shu qizga uylantiryapman. Boy bo'lsa, o'ziga. Amin olganda, olgan narsalarni hammasini pulini beryapti. Sen meni ukamsan. Tushundingmi? Bizning oiladan bunaqa erkak chiqmagan.